Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi qala ballighu anni walau ayatan. Rasul sizga nimani bersa, o'shani olinglar va nimadan qaytarsa, shundan qaytinglar deb marhamat qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Mendan bir oyat bo'lsa ham yetkazinglar deb marhamat qilgan Habibimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Ushbu oyat va hadislardan o'rnak olgan holda Alloh taoloning inoyati bilan siz azizlarga bugungi kunda unutib borilayotgan yoki kunimizda duch keladigan, lekin uning sunnat ekanligi unutilgan amallarni silsilaviy tarzda taqdim qilishni niyat qildik. Sunnat nima ekanini bilasizmi? Sunnat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlari, qilgan ishlari va taqrir, ya'ni sahobai kirom roziyallohu anhuning qilgan ishlariga rozilik yoki sukutlari hisoblanadi. Muhtaram azizlar, sizlar bilan keyingi sonlarimizda sunnatning insonga ham ma'naviy, ham jismoniy foydalari bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Bizdan uzoqlashmagan holda ko'rishguncha salomat bo'ling.